Öykü. Kapguri bergin, ber. Ash kapguri bo'yning ko'raymi? Polvon qani bor chaqir menga. Xona vayron qilaman hozirlar, bo'l tez. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bu ahvoli? Osh qozonga damlayapsizmi yo qoringami? Qozonga bo'ling. Bir sizlar yangilik qilasizlarmi? Setpet yaratasizlarmi? Shuni aytmaysizmi? Yangilikni dodasini qilib qo'yganmiz, yuring ko'rsataman. Mana set aka. Nima bu? Nima? Bu 2 kishilik osh, bitta non, 1 litrli kompot, salat, priborlar bilan boradi, narxi 80 ming so'm. Achchiq osh bo'lsa-chi? Achchiq osh bo'lsa narxi 85 ming so'm bo'ladi. Oshlar faqat almashadi. Qolgan narsalar joyida turadi. Bu setimizning nomi Malika. Senga qizingning ismini qo'yibsan, nima Malika deb? Yo'q, bu Malika deb akalarimiz uchun mo'ljallangan. Agar Malikadan turib shunday dastavka qildirishsa, dastavka narxi mutlaqo bepul bo'ladi. Tekin-a? Qanaqa bog'lanadi? Nomer bormi? Mana pastda nomer turibdi, bog'lansa bo'ladi. O'zingiz ko'tarasiz nomerni. Undan tashqari kelib mashitda bemalol yeyishsa ham bo'ladi. Yeyishsa ham bo'ladi-a? Bo'ladi, bemalol. Faqat Malika bozor uchunmi? Yo'q, setimiz hamma uchun, faqat Malika degan akalarimiz uchun dastavkasi tekin bo'ladi. Bo'pti, tezlatinglar. Shuncha narsadan fil yasanglar-da.